Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Sharxon tumaniga kelganmiz. Bizni obunachimizning xonadonlariga keldik. Bu akamizga общий hisobda 9 ta rom, 2 ta eshik va bitta vitrajni olib berganmiz. Romga bitta o'zingizlar baho beringlar. Voy. Shuncha mehnatga bitta like bosib ketasiz. Ko'rib turibsizlar, juda ham chotki holatda. Hozirgi akamizga shu tomoni birinchi etaji o'ta zaril ekan. Shuni hisobiga birinchi shu tomonni qilib berdik. Keyingi xudo xohlasa ishlarimiz bu tomonlarda bo'ladi. Bularni ham o'rnatib to'liq obzorini chiqaramiz yana bir qator. Bu yerga общий hisobda 9 ta rom kelgan, aytganimdek 2 ta eshik, bitta vitrajnik. Romlarimiz hammasi shunaqa arkalik. Xo'sh, romlar Redman Plus 6000 quadro 4 kameralik TPV profilda, antrazit Alux G306 svetida. Aynalari 2 qavat oqa qora holatda bo'lgan. Har bitta ochilishiga sulujni mexanizm qo'yib berganmiz. Endi ichkaridan bitta ko'rsatib beraman. Uyimizga borishimizda birinchi chap qo'lxonadan boshlaymiz. Chapdagi xonamizda xuddi shunaqa bitta arkali romimiz bor. Xo'p, endi 1 metr balandligi 1.60 общий hisobda, arkagacha bo'lgan joyi 1.50 akalar. Ikkita ko'zlik, bir tomoni ochilgan. Komfortdan 35 lik Alux poligonnilari qo'yib berganmiz. Ikki tomoniga 5 sm, oldiga 5 sm dan chiqazib berganmiz. Ruchkalarimiz rotosilim ruchkalardan ko'rinishi o'ta bagadiy, ishlashi va chotki bo'ladi xudo xolasa. Sulujni mexanizm ochilishi. Bu yerga yana ikkita alyumin Aldox 1 da aynalarni oqa-qora grey solib berganmiz. Eshigimiz ichkariga chap tomonga ochilgan, pastki 2 kamerali PVC lamira bilan to'silgan. Xo'sh, bu kichkina arkamiz. Yana 60, balandligi 1.50. Bunda ham rotosilim ruchkalar, hattoki shunisigacha sulujni mexanizm. Bu обычный ochilishi. Ruchkani ishlashiga ahamiyat beringlar, juda ham tiniq ishlaydi. Undan keyingi xonamizda ham xuddi shu bitta katta rom, eshik va ichkarida bitta kichkina rom. Asosiylari bu tomonda. Bu xonamizda o'sha kattasida arkamiz bor, 1 metrga 1.60, ikkita ko'zlik, bittasi ochiladi, sulujni mexanizm bilan jihozlangan. Narxiga keladigan bo'lsak, общий summasi 24 million so'mga tushdi akamizga. Olib kelib o'rnatilishi, hamma kafolati, garantiyalari shu narxning ichida bo'ldi. O'zi asli bu zakasimiz bitganiga 5 kundan o'tyapti. Faqat akamiz bilan dogovor 15-ga bo'lgandi. Shuna hisobiga endi kechikdi. Bugungi chislamiz 16, men bor uzr, adashib ketdim. 16-iyun sanasida olib kelib o'rnatib ishlarini topshirib beryapmiz akamiz. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Endi asosiy fasadini ko'rsatib beraman. Asosiy vitrajimiz antrazit G306 alyumin Aldox 1 da. Eshigimiz ochiladigan qanotlari balkon qanotda jihozlangan. Shotlanka to'qib berganmiz, gold svetda 1.8 lik.